Assalomu alaykum o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan Taobao ichidagi do'konlarning ishonchliligini tekshiramiz va sifatli tovar sotib olishni o'rganamiz. Tovarlarimiz qo'limizga qanday darajada kelishini bilib olamiz. Buning uchun mana Taobaoga kirib olamiz va kerakli bitta mahsulot tanlaymiz. Hammaga har xil mahsulotlar yoqadi. Mayli, biz mana shu oyoq kiyimni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mana oyoq kiyimning videosi, rasmlari ko'rsatilgan. Mana bunaqa chiroyli oyoq kiyim ekan. Narxi 872 yuan. Skidada bo'lgani uchun oranjiy ko'rinyapti. Buni hozir sotib olsangiz 872 yuanga olasiz. 1 dollar 22 sent ekan. 2024-yil ichida shu mahsulotdan, shu do'kondan 1000 tadan oshiq odam mahsulot sotib olgan. Yaxshi. Mahsulotni qancha ko'p odam sotib olgan bo'lsa, 1000 tadan ko'p sotib olgan bo'lsa, mahsulot sifatli keladi degani. Mahsulot 3 kun ichida yetkazib beriladi. Albatta to'liq o'qiganingizdan keyin. Xo'p. Mana bu yerda atsiplari bor. Buni bosib, bu yerdagini bosib, atsiplarni o'qib chiqamiz. Mana bu yerda real rasmlar ko'rsatilgan bo'ladi va mahsulot qanaqa kelganligini ko'rsatgan. Mana даже grammgacha yozib qo'yibdi. Zo'r keldi, grammi 600 grammcha chiqdi debdi. Super. Ya'ni o'zbekistonliklar ham olyapti degani. Bularni o'qib chiqamiz. Real rasmlarni albatta ko'rib chiqishimiz shart. Usiz mahsulotni sotib olib bo'lmaydi. Mahsulot rasmlari mana. Real rasmlari sizga yoqqan bo'lsa, endi otsenkasini ko'rib chiqishimiz kerak. Mana ikkita korona. Bu degani mahsulot juda ham yaxshi degani. Agarda bu yerda 3 ta yulduzcha turgan bo'lsa, mahsulot sifatsiz degani bo'lar edi. 3 ta yulduzchadan ko'p 4 ta, 3,5 ta, 4 ta, 5 ta yulduzcha bo'lsa, mahsulot sifatli degani bo'ladi. Va bu tagidagi olgan odamlarni bergan ballar hisoblanadi. 4,3, 4,5, 4,6. Bu mahsulot sifatli degani. Agarda bu yerda 3,2, 4,2 dan past bo'lsa, 3,9 bo'ladigan bo'lsa, mahsulot sifatsiz degani bo'lar edi. Mana. Demak, mahsulotni olsak bo'ladi, mahsulot sifatli keladi. Albatta sizga yoqqan bo'lsa, hop, yana bitta mahsulotni ko'ramiz. Xo'sh. Nimani ko'rishsak ekan? Mana, bu oyoq kiyimlarni ko'ramiz. Bu oyoq kiyimlar 11 skidkasida turganligi uchun shunaqa ko'rinyapti. Mana, belgisi ham bor. 5 soat vaqt qolibdi skidka tugashiga. Mana, 11.9 yuan ko'rsatilyapti. Narxi bu 1 dollar 67 sent deyapti. Mana, mahsulotni har xil ko'rinishlari bor. Mahsulotni mana 1 million tadan necha odam sotib olganliklari ko'rsatilgan bo'ladi. Mana 1 million 1000 tadan, bu 1000 tadan ko'p odam olgan. 48 soat ichida yetib keladi mahsulot to'liq bo'lganingizdan keyin. Va mana atsiplari, real rasmlari ko'rsatilgan. Bu yozuvlarni tarjima qilib ko'rish kerak. Real rasmlarni albatta ko'rib chiqish kerak. Mana real rasmlari. Otsenkasini ko'ramiz. Otsenkasida 5 ta yulduzcha mahsulot sifatli deyapti. 4,3, 4, 4,6. Demak, mahsulotimiz bu mahsulotimizdan sifatli keladi deyapti. Agarda bu yerda 3,2, 3,5, 3,8 bo'lganda mahsulotimiz sifatsiz bo'ladi deganda. Yulduzchamiz 3 tadan kam bo'lsa va 3 ta bo'lsa ham mahsulot sifatsiz bo'ladi deyilgan bo'lardi. Yulduzchalar soni 3 tadan ko'p bo'lsa mahsulotimiz sifatli keladi deyilgani.